Ulug'bek aka! Ulug'bek aka! Kim? Assalomu alaykum. Komol, yaxshimisan? Yaxshimisiz, tinchmisiz? Qanday ishlaring? Ha, rahmat. Aka, sizga vaqti xosim keladi-da. Nega? Dunyoning mashhur Mike Tyson, Ronaldo, Messilarni 3 talab, 4 talab mashinasi bor. Sizda ham 3 ta mashinangiz bor. Bu nima mashinalaringiz bor, aka? Shu Jiguli, Moskvich, Zaporoj. Aka, hammasi Rossiyaning mashinalari ekan-da. Ha, rossiyskiy chetga qiziqaman dema o'zi. Hammasini sotib olib, yaxshiroq mashina olsangiz bo'lmaydimi, aka? Ular o'yladim men ham. Ko'zi chirt yumib bo'ldi endi deb, menman-ku deb, hammasini sotib turib bir elektromobil, bir tezroq mashina olaman dedim. Yes! Itam olmadi. O'zi nima kelganding? Aka, men kelganim sababi shu dalada hashagim bor edi. Ha. Shunga mana Jiguligizda pritsep pul olib, shunda olib kelsam. Yo'q, lekin ishonasanmi, mashina umuman yurmayapti. To'rimi, seplini buzilib qolgan. Ustiga olib boraman, vaqt yo'q o'tiribman-da hozir. Umuman ishlamaydi. Aka, 50 ming pul beraman. 50 ming puli bor, aka. Shuni olib kelib oling, aka. Yo'q, men gap pulda emas, darrov 50 ming dedi. Qo'li qo'shnichilik, oshnoqaymichilik, men senga umuman pul qiziqtirayotganim yo'q. Mashina biziq. Seplini to'rimiz ishlamayapti deyapman-ku. Endi hozir shu payt qayerga boraman, aka? 100 ming so'm beraman, aka. Shuni olib kelib oling. Necha qo'tga qilmoqsan o'zi? 2 qo'tga olib kelaman, aka. 2 marta Ikki marta olib kelasanmi? Yo'q, to'g'ri uchun. Seplini to'rimiz ishlamayapti. Unisiga akkumulyator o'tirib qolgan. Itar zavod qila olmaysanmi qanchaga men? Aka, 200 ming so'm pulni beraman. Shuni olib kelib oling. Hamma gap pulda emas edi-yu, 200 ming. Ha, mayli endi qo'shnichilik boshqa. Bo'ldi, hamma narsasi ishlaydi, yaxshi. Hamma yoq ishlaydi. Hamma yoq xuddi soatda ishlab. Shunda bo'lasan, yarama bo'la zavod bo'ladi. Mana 200 ming, aka. Shoshmang. Hozir yetib turibsiz. Qo'shnichilik, mingilchilik, o'rtoqchilik deb pul rol o'ynamaydi deyapsiz. Siz baraka toping. Rahmat sizga. O'zim chiroyli qilib duo qilib qo'yaman, aka. Rahmat. Bo'pti, aka. Olib beraman. Pul bermaydi deyman. Pul bermaydigan bo'lsa, Seblinamdan to'rimiz ishlamaydi unda.